Assalomu alaykum. Hurmatli mijozlar. Mana bu Nexia 2 mashinamiz 2014-yil ekan. Yillari mashinamiz qizib ketyapti deb akamiz olib kelgan ekan. Radiator sistemasini yuvish jarayoni bo'lyapti. Mana hozir ichidan mana shunday musorlar chiqyapti radiatorimizda. Musorga to'lib qolgan ekan. Suv sistemasini yuvib bachog'igacha mana hozir ximikatlarni solib qo'yibmiz. Ichlari qorayib ketgan ekan. Antis bachog'ga hozir ximikat solib qo'yibmiz. Buni ichiga yarim soatdan keyin yuvib chayladi. Toza holatda bo'ladi. Kimgadir mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol tepadagi telefon nomerlariga telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Sherobod bozorida kelishda Yangi Malnisa burilimi svetoforning yonida chap qo'l tarafda ustaxonamiz joylashgan. Bemalol kelishlaringiz mumkin.